katta ozish uchun har xil retseptni sinadingiz, minglab dietologni kuzatasiz, kurslarga ham to'lov qildingiz, o'zingiz mustaqil dieta qildingiz, lekin natijasi uzoq muddat bo'lmadimi? Men dietolog Dilya Sidirovna aynan ozishga motivatsiya topa olmayotganlar uchun Gender avtomobilini tayyorlab qo'ydim. Qana to'g'ri eshitmadingiz. Aynan sizni ozishingiz uchun, motivatsiya bo'lishi uchun sizga eng ko'p ozgan ayolimizga birinchi o'rniga Gender avtomobili, ikkinchi o'ringa Umra yo'llanmasi, uchinchi va to'rtinchi o'ringa telefonlar, qolgan yana 10 ta ayol qizga oshxona idishlar to'plamini tayyorladim. O'zbekistondagi eng katta sovg'ali marafonga start 1-yanvardan. Agar siz ushbu sovg'ali marafonga qatnashib, shu avtomobilimizni yoki qolgan sovg'alarni yutib olmoqchi bo'lsangiz, mazza qilib kamida 10 kilodan 35 kilogacha vazn tashlamoqchi bo'lsangiz, hoziroq videoga like bosib, kommentariyada 75 raqamini yozib qoldiring. Sizga marafon haqida to'liq ma'lumotni jo'nataman.